Assalomu alaykum azizlarim, yaxshimisizlar? Kuninglar xayrli o'tyaptimi? Oxirgi paytda Rossiya Federatsiyasida yurtdoshlarimizga bo'layotgan nohaqliklar bo'yicha juda ko'p videolar bor. Ularning haq-huquqlari buzilishi bo'yicha, boshqa bo'yicha shunga bu narsani faqat bitta narsa bilan to'xtatsa bo'ladi. Nima bilansa, borish kerak emas. Bir o'zini yog'iga o'zi qovurilishi kerak. Buni bitta yaxshi yo'li bor. Strategiya qilamiz. Qanaqa qilib desanglar, Rossiyada yurgan shu muhojir, musofir, migrant birodarlarimizga bitta yaxshi strategiya aytaman. O'shani qilasizlar, xudo xolasa zo'r bo'ladi. Birinchidan, Rossiyada shu musofirda yurgan aka-ukalarimiz hammasi bir kunda kelib, hammasi bir kunda ketmagan. Ya'ni ichida 10 yildan beri yurganlar bor, 20 yildan beri yurganlar bor, 5 yil, 3 oy, 1 oy. Ola millatdoshlarimizni bunaqa kamsitib, xo'rlab, insonga bo'lmaydigan muomalalarni qilib, xo'rlayaptimi? Misol uchun O'zbekiston hukumati hozir nota yo'lladi, lekin bunaqa holatlar juda ko'p bo'lgan. Bu narsani qo'pol qilib aytganda, ochig'ini aytganda, misol uchun O'zbekistonni amaliy hukumati misol uchun Rossiyaga tish o'tmaydi, gap o'tmaydi, telefon qilib nima qilyapsan deya olmaydi. Buni tan olish kerak, kuchi yetmaydi, qo'rqadi. Endi oddiy xalqimiz uchun men bitta yaxshi yo'lini o'rgataman. Strategiya qilamiz, okalar, qanaqa qilib desanglar, yangi ketayotganlar mana qo'lingizda telefoningiz bor, oddiy qo'lingizda telefoningiz bor, internetingiz bor. Hozir texnologiya asri, 21-asr hozir. Shuni olasiz, menga deysiz, kelajagiga bo'lg'usi deb 1 yil ichida yo 2 yil ichida maksimum kelajakda qanaqa qilib men tez va oson Boltiq bo'yi, misol uchun Latviya, Litva, Estoniya juda bo'lmaganda, endi misol joylar ko'p, Moldova bor, Ukraina bor. Men aytmoqchi bo'lgan ozgina rivojlanish kerak okalar. Sizga ham bor, deb hech bo'lmasa rus tilini o'rganishingiz kerak. Ozgina o'sha Boltiq bo'yida yo boshqa joyda ishlash uchun Polshadami yoki ingliz tilini o'rganing. Ko'ryapsizmi, baribircha kelib ilmga taqaladi. Bir nima deyman, bari ilmga taqaladi. Shunchaki rasmiy o'rni gaplashadigan so'zlar o'rganib yuring. Ana undan keyin olasiz, ChatGPT ni ochasiz. Shunday ChatGPT ni ochib turib, menga kelajakda shunaqa 1 yilga maksimum yoki 1,5 yil, 2 yilga maksimum menga strategiya qilib ber, shu men keldim, mana Rossiyada qanchalik qaysi ishlar yaxshiroq, tezroq, ko'proq pul topaman, tez harakat qilib kelajakda ketish Yevropaga. Mana strategiyasini menga tuzib berdingiz. Endi Rossiyada undan oldinroq ko'proq yurganlar, o'sha menimcha ular yig'adiganini yig'ib qo'ygan. Qadringizga yetmayaptimi, o'g'illar? Qo'rqmang. Hayotingizni o'zgartirishdan, yangi etapga chiqishdan hech qachon qo'rqmang. Bitta narsani esingizdan chiqarmang. Ko'pchiliklar aytadi-yu, o'zi zo'rg'a qiynalib, zona komfortiga erishadi odam. Mana misol uchun 10 yil oldin, 5 yil oldin borganlar endi o'rnashib olgan, endi hamma uni zo'r biladi. Hayotini o'zgartirgisi kelmaydi. Lekin xohlasang, xohlamasang, o'zi ko'ryapsan, zamon ham, odamlar ham, bo'layotgan voqealar, qonun qoidalar hamma narsa o'zgaryapti. Sekin hamma qonunlar o'zgaryapti, borib yaxshiligiga olib kelmaydi. Bu o'risvoylarni qanaqa qilib qopga solsa bo'ladi desa, ketish kerak edi. Hamma narsani o'ziga tashlab ketish kerak. Qanaqa qilib desa, paytapdan ketiladi. Oldin kelganlar birinchi pul yig'ib olganlar, sekin Baltikaga, boshqa Yevropa davlatlariga surish kerak. Yangi kelganlar ozgina ishlab surish kerak. Agar borku massaviy, ya'ni ko'pchilik bo'lib turib, 10 ming, 100 ming odam ketib tursa-chi, ishoninglar, shunaqa o'rislar yalinadi. Lekin o'sha paytda nafs deyish kerak. Chunki ko'pchilik ketgandan keyin
ishlar ko'p bo'lib qoladi, oilalar zo'r bo'lib qoladi. Bir-biring telefon qilib chaqirmagin. Bu mana bu zo'r bo'lyapti, hozir pulni yaxshi to'layapti, kelinglar, bosinglar deyish kerak emas u paytda. U paytda nima qilish kerak desa, ozgina sabr qilish kerakda. Bu o'rislarni ta'zirini berib qo'yish kerak. Qadringizga yetmayaptimi? Ta'zirini berib qo'yish kerak. Ketish kerak yerdan. Bu dunyo katta, varslarim. Dunyo katta. Yer katta. Davlatlar ko'p. Tushunyapsizmi? U yerda topgan pulingizdan ko'prog'ini Yevropada ham topasiz. Oddiy telefon, ChatGPT strategiya qilib oling o'zingiz uchun. Nahotki ketayotganingizda o'sha Rossiyaga yo'lga chiqayotganingizda qo'lingizda telefoningiz bo'ladi, internetingiz bor. Nahotki o'zingiz uchun bir reja qilib olmasangiz, bir maqsad qilib olmasangiz, maqsad borib pul topib kelib uylanib yana xotinni tashlab yana ketish emas u maqsad. Yoki xotinni olib borib ani pardani tortib qo'yib yashash emas u. Siz ham insonsiz, to'g'rimi? Bir marta kelasiz hayotga. Mazza qilib insonga o'xshab yashang. Uning uchun nima kerak desa, yoshmisan, baquvvatmisan, kelajagingni bir yilga bir strategiya, bir reja qilib olgan, plan, maqsad qo'yishni o'rgan. Maqsadga erishadigan yo'llarni o'rgan. Baribir xohlasang, xohlamasang, jon ukam, okam, oshna, baribir ilmga taqaladi bu. Tilga taqaladi. Yezikovoy baryer deydi. Soch ko'chada ketayotganingda bitta ham o'sha Rossiyada men javob beraman gapim. Bitta ham politsiyaskiy kelib, dokumentsi причина остановки desang, с какой целью вы меня остановили desang, bo'ldi, заднiyga tortadi o'zi ручнойga. С какой целью ты интересуешься? С какой целью ты меня остановил вообще? Причина остановки, причина проверки. Что, я похож на какого-то подозреваемого или что-то? У тебя что, речь, что ли? Значит, нормальный gap. Til. Tushunyapsizmi? Bari ilmga taqaladi. Tushunyapman hozir. Bizda misol uchun ilm darajasini yomon pastgani qilib tashlashgan. Lekin sen o'zingda bo'lish kerak. Maktabda o'qitmaydi degan bu bahona emas. Sen o'zing kelajaging uchun o'zing kurashishing kerak. Senga hech kim hech qachon nima desa bo'ladi, daraxtiga olmani olib og'zingga solib qo'ymaydi, ukam. O'qish kerak, ilm olish kerak. Hamma narsa ilmda. Har qanaqa ilmlardan olish kerak. Ko'proq pul topging kelsa, yaxshiroq kasblarni o'rganishing kerak. Meni gapimga xafa bo'lmanglar, men shunchaki bu millatdoshlarim ko'rib yurak bag'rim achib ketayotgani uchun gapiryapman. Sog' bo'lasizlar, keyingi efirlarda ko'rishguncha assalomu alaykum.